Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli tinglovchilar, dalilsiz bo'lgan tuhmatni hech vaqt tasdiqlamang. Odamlar hamisha bir-birlariga tuhmat uyushtiradilar. Xiyonatini ko'zingiz bilan ko'rmagan insonning obro'si yoki biror ayolning ham nomusi to'g'risida eshitgan gapni gapiravermang. Chunki kishini eshitgan narsasini gapirishi uning yolg'onchiligiga kifoya qiladi. Insonning o'zi obro' or nomusdir. Obro'sini to'kish uning qonini to'kish bilan barobardir. Hatto o'sha tuhmat tasdig'ini topganda ham Alloh taoloning ayblarini yashiruvchi hamda ayblarni yashirishni yaxshi ko'rishini eslab ko'ring. Gapirishga hojati bo'lmasa, bir insonning ayblari haqida so'z yuritmang. Hurmatli birodarlar, o'zga insonlarning ayrim odamlar haqida bergan ma'lumotlariga o'zingiz ko'rmay turib, qo'lingiz bilan ushlamay turib, adolatli guvohlarni uchratmasdan baho berib yuborishga hech oshiqmang. Alloh ko'rmagan, bilmagan, Allohning sevgan bandalari haqida, gunoh amallar haqida bayonot bergan insonni eng yomon ko'rishini ham eslab qoling. Ilohim, hamisha gapiradigan gapingiz yaxshilik, insonlarga zavq-shavq bag'ishlaydigan, ularni umrini uzaytirishga ko'mak beradigan so'zlar bo'lishini hammaga Allohdan tilab qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Studiyamga a'zo bo'lishni unutib qo'ymanglar.